Assalomu alaykum. Bugun men pardurama pishirdim. Kimdir bu ovqatni pardurama desa, kimidir narin deb aytadi. Bizlarda uyda pardurama deymiz. Narin deb aytsang, bu qanday ovqat deb o'ylanib qoladi. Eng birinchi sopamizni atlantirib beramiz. Go'sht, geshir, piyoz, pomidor bo'lgani. Sorpamizni tiniq etib ko'plab vaqt qaynatib qo'yamiz. Sonda dami mazali tiniq sorpa bo'ladi. Bizning uyda bu ovqatga kartoshka solganda yoqtirmaydi. Soning uchun kartoshka solmaymiz. Keyin yegizvola qattiq etib xamirni ilashib berib, tindirib qo'yamiz. Tingan xamirlarimizni esa ilaji barincha juha etib jayib, may jag'ib, 4ga yoki 3ga bo'lib, o'rab listlarga dizib olamiz. Qalasangiz, bari bir o'rasangiz da bo'ladi. Men negadir uslay kichkantay etib o'raganda to'g'ri ko'raman. O'rab olgan xamirlarimizni mantig'izanga solib 45 minut davomida pishirib olamiz. Sol arada sorpamizdan da xabar olib qo'yamiz. 45 minutda pishgan xamirimizni shuhalab turab olamiz. Shuhalab turab olu degan ma'no emas sirasi. Qancha harakat etib shuhalab turasam-da baribir iri bo'lib ketaveradi. Uyda tek kelin mening bekishim tur aytnedi. Sen geshirin mening go'shtin tura, xamirin turama, seniki iri bo'lib ketadi deb bekishim o'zi turab beraytnedi. Aslida deydi bekishim yo'q, turmushga chiqib ketdi. So'shin ilashsiz qo'limdan kelgancha maydalab turishga harakat etamiz. Geshirin go'shinda shuhalab maydalab turab olamiz. Bilaman, bu videoni bekishim ko'rsa, kishi nabala irig'ib turagansang, maydalab turasang bo'ladi deb aytadi. Slo'g'iz qo'limdan kelgancha turishga harakat etdim. Shani sizlar bekishi kishini baqiradigan, aybini aytadigan deb o'ylab qolmang shani. Bir-birimizdan xatimizni aytsak qana durslanadi, solay emasmi? Soning shunda men hech vaqtda xat tushunmayman. Durslovga harakat etaman. Gibir uyning bekishlarini yo'qsa men bekishim aybimda, qatemda betimga bosib o'tirmay, qasimda birgalikda ishimiz istaydi. Hattoki o'ynab kulib yurib, qancha жұмысlarni bitirib taslaylik birga. Ne deymiz? Bekishlarimiz oldimizda omon bo'lsin deymiz. Ovqatga qaytamiz endi. Bu ovqatning mazasini piyoz keltiradi. Soning uchun piyozni ayamay ko'plab etib tuzliq qilib turab olamiz. Hamma turab olgan zotlarimizni yaxshilab aralashtirib tartab bersak-da bo'ladi. Bu ovqatni dasturxon ustiga qo'ymasimdan qaynatam. "Av, bu mening qizimning ovqatiga" deb qo'ydi. Al bizlarga as bo'lsin.